Hammaga assalomu alaykum, Navoiylik biznesmen boy akalarim. Nima deyapti? Jack X200 larning turishini qaranglar. Yuk avtomobillari biznes uchun ancha qulay bo'lgan hamda hamyonbop bo'lgan modellarimiz mana shular bo'ladi-ku. Hasan Husan Fotima Zuhra terib tashlaganimizni qaranglar bularni. Ketma-ket bir-biridan chiroyli, go'zal bo'lib turibdi-ku. Ancha baquvvat mashinamiz, Jack X200 modeli. Xo'p, xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, gapni cho'zib o'tirmayman. Dadil birdan ma'lumotlarni berib o'taman hamda oxirida to'lov usullarini aytib o'taman. Bu modellarimiz 2lik atmosferli motor bilan jihozlangan bo'ladi. Ot kuchiga keladigan bo'lsak 140 tani tashkil etadi. Va bu modellarimiz hozirgi kunda sotuvda nalichida tayyor turibdi. Bemalol kelib ko'rib xarid qilib ketishingiz mumkin. To'lovni qilsangiz yarim soatdan nomingizga rasmiylashtirib beramiz. 0 probeg, yangi salon pachkalar hammasi. Bironta asol 1 kilometr ham yurmagan yangi salon pachka turibdi hammasi. Bort hajmlariga keladigan bo'lsak, Bartoy modelimizda 320 uzunligi bo'ladi, 175 eniga bo'ladi. Va bu modelimiz 2 tonnagacha kitobida yozilishicha ko'tarib bera oladi, lekin o'zi 4 tonnagacha bemalol qiynalmasdan ko'tarib bera oladi. Sababi oldinda 15 hajmli balon hamda amortizator turibdi, orqada esa resor, qish balon 13 hajmli balon turibdi. Va bu modelimizda zapaska balon ham xuddi shunday 2 hajmli ikkita balon qo'yilgan bo'ladi. Zavodskiy tumankalar bilan jihozlangan. Konditsioner pechkalari bor, salon qismida uchish o'tirib ketaversa bo'ladi. Va bu modelimiz 4 xil pozitsiyada sotuvda tayyor. Prontovar, Bartovoy, Tintovka, shasse modeli bo'ladi. Shasse modelimizga keladigan bo'lsak, shasse modelimiz xuddi mana Bartovoy bo'ladigan bo'lsa, bort hajmi mana bu orqadagi borti bo'lmaydi, hammani o'zi bilan keladi. Sababi unga keyinchalik bo'chka o'rnatib olib, yo bo'lmasa mana suv uchun bo'chka o'rnatib olib, suv tashiyman degan akalarimiz uchun o'rnatib olib bemalol haydayversa bo'ladi. Mashinamiz atmosferniy, metan propan tanlamay yuriydi, benzin ham umuman tanlamaydi. Rasxoti ham shahar ichida 10 tagina atiga benzinda yuradigan bo'lsa, zavodskiy benzinda chiqadi o'zi. Metan propan ustunovka qilsa bo'ladi. O'zimizni servisdan qo'ydiradigan bo'lsangiz, o'zimiz servisdan qo'ydirganingizda garantiya chiqmagan holda mashinani minib yurasiz. Va bu modellarimiz mana ko'rib turibsiz. Prontovar modelimiz o'z bag'riga 9 kub yuk oladi orqasiga. Yonboshli orqasida eshiklari bo'ladi. Ichida yoritgichlari bilan birga. Salon qismida 2 kishi o'tirib ketgan taqdirda ham mana hozir ko'rsangiz bo'ladi. O'rtaroq o'rindiqni bar qilib foydalanib ketsangiz bo'ladi. Yana ko'tarib qo'yib 3 kishi o'tirib ketaversa ham bo'ladi. Konditsionerlari bor. Oynalari steklopodyomniklari bor, elektropaket bo'ladi, markaziy qilish sentr zamogi bor, ruli gidravlika bo'ladi. Bu yerda Tintovka modelimiz, mana Tintovkasini ham Bartovoy qilib olsa bo'ladi, sababi raskladушкalik bo'ladi Tintovkamiz. Bundan yig'ishtirib qo'yib, bemalol mashinani o'zini Bartovoy qilib yursangiz ham bo'ladi. Lekin mana bunday havoni bulutli kunlarda, yog'ingarchilik kunlarda yana qaytadan Tintovkani yoyib qo'yib, bemalol foydalanib yurasiz. Gay akalarimiz to'xtatib muammo qilmaydi, sababi bu zavodskiy Tintovka bo'lib chiqadi hujjatida. Va bu modelimizda Tintovkasini yig'ib yoyish uchun atiga 2 kishi yoki 1 kishi yetib ortadi. Qiyin joyi yo'q. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda ham xuddi shunday Tintovkamiz mana yig'ishtirilgan modeli bu. O'zi mana bu modelimiz ham Tintovka. Yig'ishtirilgandan ko'ra Bartovoydan farqi qolmaydi. Bartovoyda o'zi bo'lib qoladi. Bu tomonda ham qatorasi terib tashlaganimizda prontovarlarimiz ham, mana Tintovka modellarimiz ham, Bartovoylarimiz ham qatorasi turibdi. Yana bir narsasini aytib o'tishim kerak. Bu modellarda hozirgi kunda original bo'lgan ehtiyot qismlari hamda servis xizmatlari bor. O'zimizda Navoiy viloyatida Tashkent Motors Navoiydagi filialda bor shu narsa. Bemalol kelib ko'rsangiz bo'ladi. Manzilni batafsil tushuntirib o'taman. Manzilimiz Navoiy viloyatida Karmana tumanida Regal Gastitsiyada shunday qilib mana Yangi yilda qarab qaytishingizda transport boshqarmasining ro'parasidagi Tashkent Motors avtosaloni yana ham oddiyroq bo'lishi uchun tushuntirib o'taman. Kamolot uylaridan o'tgandan keyin Yangi yilda Kamolot uylaridan o'tgandan keyin Eligili chorrahasida kirishdagi Tashkent Motors avtosaloni Navoiydagi filiali. Hammangizni manzilimizda kutib qolamiz. Yana bir narsani aytib o'tish esimdan chiqibdi. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz ba'zilari kuzatmasdan, yana obuna bo'lmasdan turib bizni kuzatishda davom etyapti. Bu narsani o'zlariga chatoq qilishadi, sababi bizda yangiliklar bo'lib o'tish arafasida yangiliklardan quruq qolib ketmasliklari uchun obuna bo'lib qo'yishlarini so'ragan bo'lardim. Sababi katta-katta yangiliklar bo'lib o'tish arafasida atiga 10 kun ichida xuddi shunday yangiliklar bo'lib o'tadi. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Bu modellarni liboy bittasiga misol uchun mashinani to'lov qildingizmi, olib ketyapsiz, bonuslarni qo'shib beramiz. Undan tashqari yana ajoyib yangiligimiz bor. Obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, kommentariy yozishingizdan chiqmasin. Tashkent Motorsda qoling. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. Yangiliklardan quruq qolmayman desangiz, albatta obuna bo'lishingiz kerak.